Hop, hammaga assalomu alaykum. Bugun Minecraft betani o'tkazish ko'rsataman. VPN mashina o'tkazasizlar. VPN Ultimate Proxy mashina o'tkazganingizdan keyin nima desam bo'ladi? Ichiga kirasizlar. Ichiga kirganingizdan keyin FK beta bu, FC beta. Hop. Bu yerda xohlagan davlatingizda turadi. Bu yerdan tushasizlar-da. Qattingni. Ispaniya, mana Kanada. Kanadani bitta mana o'rtasida turganini. Mana o'sha boshlarni Kanada. Mana mashina bosasizlar. Keyin ishlayapti. To'g'rimi? Keyin bitta Play Marketga kirasizlar. Keyin xatolik yuz berdi emas. Mana o'zinglar anaqalarga kirasizlar-da. Ilova to'g'rirog'i bilmagan sozlamalarga kirib turib. Umumiy xohlaganinglarni qilasizlar-da. O'sha O'zbekistondan agar sozlamani bilsanglar, O'zbekistondan o'sha Kanadaga o'tkazib qo'yasizlar. Meniki o'sha o'tib bo'lgan, O'zbekistonda ham turaveradi lekin. Shundan FC beta deb yozamiz. Beta deb yozamiz. Qarasanglar chiqib turibdi-da, mana qilib. EI beta. Ishinglar bilan 54 ta o'yinchi beradi, o'zi kuchaytirilgan. Keyin limited beta o'ynayotganinglardan keyin arzonga qilsanglar bo'ladi. 122 o'yinchilar 116 dan tekinga beraveradi. Hop. Bo'pti, bo'lmasa nechta like bosishni kommentga kimdir bizga ham komment yozsa endi. Bo'pti. Yer.